tutuş degan 4 klass edebiyat bu bir bilim buluq ekan-ku. Endi Wusong'ning o'zining gapi keldi. Dahu Yingshung dedi. Yo'lbars o'ltirgan Batur. Bu yerdagi qahramonlik Yanxungda apadi shundoq tushundirdiki, bu qahramonlik degan Dai Shoyi. Baturlik bilan qahramonlikning farqi bor. Masalan, Wusong taqqa yo'lbars o'ltirib, el uchun, Yangon naisi uchun bir ofatni, necha odam yevatdi dedi-ku televiziya stansiyasida. Bir ofatni yo'qotgili taqi chiqmadi. U yo'lbarsga uchrab qoldi. Yo'lbarsni o'ltamsa, yo'lbars uni bir vaqt tamoq yeydi. Bu yerda bo'layotgan yo'lbars bilan Wusongning o'ttirib bo'layotgan bu jonga taqalgan tirkishish hammaninki shaxsiy manfaat uchun bo'ladi. Birisi qo'saq qilish uchun, birisi hayot qilish uchun. Shuning uchun bu jarayonga keldi. Wusong Jingyang davoniga kelgan chaqda 3 opqur issi davan oshalmas degan bir xeti var, bir meyxanaga keldi.